Assalomu alaykum. Muloqot telekanalida yana siz bilan diydor ko'rishyapmiz. Bizni Xo'jandda, Toshkentda, Azimda, Andijon, Namangan, Farg'onada, O'shda, butun Markaziy Osiyoda kuzatib turgan hurmatli teletomoshabinlar. Adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvi yana sizni xonadoningizga bugun mehmon bo'ladi. Bugun Toshkentda, Azimdan, Namangandan, Andijondan juda ulug' ustozlarimiz, domlalarimiz Qo'qon shahriga jam bo'lishdi. Maqsad Navoiy hazratlari ijodini keng targ'ib etib, ibratli, hikmatli voqealardan, ilm xazinasidan sizlarni barchamizni bahramand etish. Bugungi mavzumiz Navoiy ijodida ustoz haqlari. Albatta Navoiy hazratlari o'zlari ham shogird bo'lganlar, ustoz bo'lganlar, bu yo'llarni juda ham ibratli go'zal bosib o'tganlar. Shular xususida bugun barchamizga bosh bo'lib turgan aziz ustozimiz, Toshkent Azimdan tashrif buyurgan domlamiz Sayfiddin Sayfulloh domlamiz boshchiligida bugungi adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvini boshlaymiz. Marhamat. Mamnuniyat bilan bugungi dasturimizni boshlash uchun Sayfiddin Sayfulloh ustozimizga albatta mikrofonni topshiramiz va Navoiy ijodida ustoz haqlari mavzusi bugun adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalarini boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz teletomoshabin do'stlar. Haqiqatan bugungi mavzumiz nihoyatda dolzarb. Navoiy ijodida ustoz haqqi, ustozga bo'ladigan muomala, ustoz va shogird orasidagi munosabatlar va boshqalar haqida bo'lib o'tadi. Haqiqatan Hazrat Alisher Navoiy ham yosh bo'lgan, yoshlikda ilm o'qigan, ustozlarini xizmatini qilgan, ilmning mashaqqatini ham, ilmning sharafli jihatlarini ham hammasini tatib ko'rgan. Hazrat Alisher Navoiy Mahbubul Qulub asarida shunday deydi: Nochor va notavonlik paytlarimda, falokatli zamonlarda va noumid yurgan paytlarimda deydilar, goho madrasalarda oxirgi saflardan joy oldim. Goho ulamolar majlisida ilm nuri bilan deydilar ko'nglimni yoritdim. Goho taqvodorlar masjidlarida ularning qadami tekkan yerga yuzimni qo'ydim va ko'p sajda qilganim tufayli peshonam shilinib ketdi deydilar. Goho deydilar poklar xonaqosi ahlining obdastalariga suv qo'ydim, ularning hurmatini qozondim. Ya'ni ulug'ladi, duosini oldim deyaptilar. Xullas bu kishini hayotlarida mana shunday qiyin kunlar bo'lgan, oson kunlar bo'lgan. Mana hatto bir joyda aytadilarki, gohida deydilar sahrolardan qo'nim topdim, gohida tog'lar cho'qqisida orom topdim, goho g'urbatda bemor bo'lib, g'ariblar ichida ham xor bo'ldim deydilar. Va goho bu azoblarga chidolmasdan azmi vatan qildim. U kishi o'sha bir paytlar u kishining oilalari Iroqqa hijrat qiladi. U kishi mana Samarqandga ilm istab kelganlar, ya'ni hijrat qilib o'z yurtlarini tark qilib boshqa yurtlarda musofirchilik qiyinchiliklarini boshlaridan o'tkazgan. Shunga ishora qilyaptilar. Endi goho deydilar xilvatga chekindim va goho azizlar xizmatida ular suhbatidan bahramand bo'ldim va ularga o'z so'zimni deydilar yoqimli qildim deydi. Mana shunga o'xshagan fikrlarni o'qiganda bilamizki, demak Hazrat Alisher Navoiy o'z-o'zidan Navoiy bo'lib qolmagan. Hayotda juda ko'p qiyinchiliklarni tortgan, xususan ilm yo'lidagi mashaqqatlarni chekkan u kishi. Endi albatta u kishiga Xudo juda katta qobiliyat bergan, iroda bergan, jasorat bergan, himmat bergan. Bularni hammasi u kishida mujassam bo'lib qarabsizki, o'sha ilmni juda ham
mukammal qilib egallaganlar va mana shu bir umr ilmni egallab, bir umr olimlarni yetishtirishga, talabalarni o'qitishga o'zlarini kuchlarini ham, mollarini ham sarf qilganlar. Xuddi mana shunday o'qishini o'sha ilmlarini fazilatlari, ilm haqlarida Xondamir Makorimul axloqda juda batafsil ma'lumot bergan. Mana bu haqda hozir Jamoliddin akamiz chiroyli qilib gapirib beradilar. Tashakkur muhtaram ustoz. Mana o'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiyni hayotlari juda ilm yo'lida, ayniqsa mana shu sabot bilan intilib o'tganliklarini alohida ta'kidlab o'tdingiz. Bu Xondamir Hazratning Makorimul axloq asarlari ham bevosita o'sha Hazrat Navoiyni hayotlariga, faoliyatlariga, shu xalqqa, olimlarga, ilm ahllariga qilgan xizmatlarini bevosita juda to'la holda yoritib berilgan. Shu endi ustoz, bu ilm shundoq ekanki, laduniy makonga intilish bu ilm ekan. Ilm intilish, laduniy makonga intilish, mana o'zi 3 ta harfdan iborat ekan. Endi laduniy ilm bu Allohning ilmi. Demak, 18 ming olamdagi yaratiqlarni hammasini ustozi, buyuk ustoz, buyuk zot bu Alloh taoloning o'zidir. Mana Odam alayhissalomni yaratishdan oldin shu farishtalar shunday fisq va fasodni yer yuzida yoyadigan, mana shunday bir qon to'kadigan, xunrezlik qiladigan shunday nimani yaratasanmi deb Alloh taolodan so'rashganda, men bilgan narsalarni sizlar bilmaysizlar. Odam alayhissalom keyin o'sha jon ruhni baxshida qilgandan keyin butun dunyodagi narsalarni ismlarini Alloh taolo o'rgatdi. Shuning uchun ham bu buyuk zot Alloh taolo Parvardigor eng buyuk zot bu ustozlik maqomida turadi. Shuning uchun ham mana Makorimul axloq shu ilm fazilati, mana Hazrat Navoiyni asarlarini mazmun mohiyatini, mag'zini ochib berishda asosan shu Alloh taoloning kalomi, payg'ambarimiz Risolat panoh Muhammad alayhissalomning hadislariga suyanib shu ilmni targ'ib qilganlar. Mana misol uchun yozyaptilar bu yerda Xondamir hazratlari, fazilat va san'at egalari ko'ngillar hoshiyasiga qazo va qadar qalami bilan shunday sharh bitilganki deyaptilar. Yaratilish dengizidagi sadaflar ichida ilm asarining muborak gavharidan qimmatliroqdir yo'qdir. Bunga misol qilib aytadilar. Chunki deyaptilar, Hazrati Haq subhanahu va taolo oliy darajali bu xususiyatni o'zining muborak zotiga nisbat berib, oliy va aziz zot shunday deyapti. Biz unga o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Qur'oni Karim Kahf surasi 65-oyat. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hazrat Xotamul Anbiyo ul zotga salovatlar va mukammal buyuk bo'lsin, ilm deb atalmish ana shu buyuk sovg'ani berganligi uchun unga minnatdorchilik bildirib shunday deydilar. Alloh sizga kitob va hikmatni nozil qildi va bilmaganingizni bildirdi. Allohning sizga nisbatan fazli buyukdir. Qur'oni Karim Niso surasi 113-oyat. Endi bu yerda azizlar, Hazrat Navoiy hazratni bevosita mana shu ustozlar bobidagi ilm olish zahmatlari haqida aytilar ekan. Bu so'zlarni Amir hazratlari yoshlik chog'laridan ilmni mohiyatini juda erta tushungan bo'lganliklari uchun, chunki ota-onalari ham shu
ma'rifat egalari bo'lgan, umrlarining oxirlarigacha o'zlarining barakali vaqtlarini ko'p qismini ilm egallash, ustozlardan ta'lim olish, ustozlarga ehtirom ko'rsatish, ustozlarning muborak izlaridan borib shu dunyoda muborak iz qoldirishga sarfladilar. Umrlarining eng yaxshi fasli bo'lgan yoshlik yillari, yigitlik davrida mashhur olimlar yig'ilgan va hurmatga sazovor fozillarning nufuzli markazi hisoblangan shavkatli Hirot shahrida katta sa'y-harakat va so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan g'ayrat bilan mashhur kitoblarni mutolaa qildilar. Ulug' Sulton Mirzo Sulton Abu Said podshohligi davrida Samarqandga fiqh va boshqa sohalardagi katta bilim tufayli ikkinchi Abu Ali Ibn Sino laqabini olgan foydali ilmlar xazinasi bo'lmish janobi Hoji Fayzulloh Abullays Samarqandiy, Alloh u kishini rahmat qilsin, huzuriga borib, u janobning xonaqohlarida, hujralardan biriga joylashdilar va ma'lum bir muddat davomida munosib tarzda ilm olish uchun shug'ullandilar. Janobi Hoji doimo ul hazratning tabiatidagi oliy himmatlikni maqtardilar va boshqa talabalarga namuna qilib ko'rsatardilar. Hazrat Alisher Navoiy umrlari davomida 300 dan ortiq masjidlar, xonaqohlar, bog'lar, ko'priklar qurgan bo'lsalar, u kishining sa'y-harakatlari bilan o'sha davrdagi eng qimmatli bo'lgan kitoblarni olimlarga tavsiya qilib, yozdirib, ularning sharhlarini bitganlari ham bir alohida bir jasorat va eng qizig'i, eng bizga namunalik, eng bizga bir ibratlik tomoni shundaki, ana shu kitoblarni sharhlaganlar, tarjima qilib xalqimizga yetkazgan olimlar hamma kitoblarini Hazrat Alisher Navoiyni baxshida qilganlar, bag'ishlab bitilgan. U kishi doimo har safarda bo'lsin, xoh shaharda bo'lsin, oliy martabali janob hamda millat va dinning so'zga chechan notig'i bo'lgan Mavlono Fasihiddin Muhammad Nizomiyning huzurida ham ilm oldilar. Mana yuqorida mana ustozimiz ham juda o'rinli ta'kidlab o'tdilar. Bu mana Hazrat Risolatpanoh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning chahoryorlaridan kabir katta bir ulug' chahoryorlardan biri Hazrat Ali ham kuyovlari. Bu kishi ilmni darvozasi bo'lganlar. Mana shu ilmni darvozasi deb atalgan Hazrat Alini bu yerda mana Makorimul Axloqda ajoyib bir ilm haqidagi to'rtiklar keltirilyaptiki, o'tdek chaqnagan pokiza ta'bing uchun falsafani anglash oddiy bir ishdir. Qalbingga ilohiy bilim nur sochmish, qalbing vaqtichoqlik zulmatdan yuz o'girmish. Mana Hazrat Ali qalamlariga mansub bu ruboiy. Endi bir so'z bilan aytganda Hazrat Alisher Navoiy bevosita Abdurahmon Jomiyning munosib izdoshlari, munosib shogirdlari bo'lganliklari uchun tasavvuf va iymon ahlining qiblasi bo'lgan ushbu zot unga zafar yo'ldosh bo'lsin, sohib Qur'onning podshohlik zamonida mashhur olimlar va hurmatga sazovor fozillarning obro' e'tiborini oshirish va martabalarini yuksaltirishga qo'lidan kelgancha g'ayrat va himmat ko'rsatdilar. Birgina misol aytaman. Shu madrasada dars beruvchi bir taniqli mudarrisni uy-joylari bo'lmaydi. Mana ustozning xabarlari bor. Alisher Navoiy hazratga shu arzu hol qilganlarida sizga bir joy ko'rsatay deydilarda, o'zlari yashab turgan hovlini ko'rsatadilar. Ma'qulmi? Shu ma'qul deganlardan keyin o'zlari ko'chqoronlarni ko'tarib boshqa joyga ko'chib ketadilar, mudarrisga beradilar. Ana ilmni xosiyati, ana ustozlik, ana ustoz va shogirdlik munosabatlarining oliy cho'qqisi. Mana ilmni xosiyati. Mana olimga bo'lgan yuksak ehtirom. E'tiboringiz uchun rahmat. Dar haqiqat Xondamir o'sha Makorimul Axloqda Hazrat Alisher Navoiyga xos bo'lgan
barcha yaxshi xislat va fazilatlarni juda chiroyli qilib bayon qilib berganlar. Biz Navoiy Hazratni hayotini, ilmini, u kishidagi qobiliyatni, fazilatlarni yaxshi bilmoqchi bo'lsak, albatta Xondamirni mana shu Makorimul Axloq kitobini o'qishimiz kerak. Endi Hazrat Alisher Navoiy Mahbubul Qulubda maktab ahli zikrida degan alohida bir fasllari bor. Mana shu maktab ahli zikrida deganda, hozirgi til bilan aytganda, u kishi maktabdorlar haqida gapiradilar. Maktabdor degani o'sha payti yosh bolalarga ta'lim beradigan domla, ustoz bo'lgan. Bugungi til bilan aytganimizda boshlang'ich sinf o'qituvchilari. Albatta boshlang'ich sinf o'qituvchilariga oson emas. Chunki yosh bolalarni qarashi har xil, ular tarbiyasi hali shakllanmagan, ular bilan muomala qilish o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun Navoiy Hazrat maktabdor domla haqida gapiradilarda, u kishini hali qalbi qattiqligi, qo'li qattiqligi, berahimligi, shafqatsizligi haqida gapiradilar. Lekin aytadilarki, ammo deydilar, shu qo'polliklari ayon bo'lsa ham, bu fe'llari mana shu bolalarga qattiq turishi, bolalarga azob berishi, qattiq gapirishi deydilar. Bolalardagi nuqsonni egallovchi, ya'ni egovlovchi qo'pol egovdir. Demakki, ularni mana shu fe'li qattiq bo'lsa ham, berahim bo'lsa ham, lekin bolalar uchun bu foydali deydilar Hazrat Navoiy. Va aytadilarki, har qanday baquvvat kishini bolalar tarbiyasi charchatadi. Bunday ishni dev ham qila olmaydi deydilar. Maktabdor domla esa bir to'da bolaga ilm va adab o'rgatadi. Diqqat qilinglar. Ular ham ilm o'rgatadi, ham adab o'rgatadi. Faqat ilm emas-da. Bunday holda muallim ko'p mashaqqat chekadi deydilar. Shu sababli bolalarda muallimning haqqi ko'p. Ana diqqat qilaylik. Agar shogird kelgusida podshoh bo'lsa ham, o'z muallimiga har qancha qulluq qilsa arziydi. Agar shogird shayxul islom va yo qozidir deydilar. Agar ustoz undan rozidir, Tangri rozidir. Biz ko'pincha suhbatlarimizda ota rozi, Xudo rozi deymiz. Hazrat Alisher Navoiy bu yerda ustoz rozi, Xudo rozi degan so'zni ishlatyaptilar. Endi shu yerda bitta bayt keltiradilar, juda chiroyli bayt. Bu hozirgi paytda maktablarimizda ham, sinfxonalarda yozib qo'yilgan, bog'chalarda yozib qo'yilgan. Ya'ni haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmish ranjila, aylamak bo'lmas ado, oning haqqin 100 ganjila. Demakki, haq yo'lda senga birov mehnat mashaqqat tortib bitta harfni o'rgatsa, buni haqini yuzlab xazinalar bilan, ko'p mol dunyo bilan ham buni haqqini ado qila olmaysan. Ustozni haqqi, ustozi bergan ilmin haqqi mana shunday bebaho narsa deb aytadilar. Haqiqatdan ham ustoz haqida juda kitoblarimizda ko'p hikmatlar aytilgan. Juda ko'p maqollarimiz bor ustoz haqida. Xususan bizni o'sha dinimizda ham ustozni haqqi, umuman tolibi ilm bo'lish, ilm talab qilish, ilmni haqqi juda ham maqtalgan, juda ham sifatlangan. Mana hozir domlamiz mana shu ilm tolibi bo'lish, ustozlik haqida o'zlarini bir fikrlarini bayon qilib beradilar. Domlamiz aytib o'tdilar ustozlar haqida. Ikkala ustozlarim ham bir qancha so'zlarda aytadi. Xususan bu domlamiz Odam alayhissalomning yaratilish haqida aytib o'tdilar. Qissani ko'pchilik eshitgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Vaqtiki biz farishtalarga Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Hamma farishtalar sajda qildilar. Illo iblis sajda qilmadi.
Shuni tafsirlarda aytadilarki, Qurtubiyning tafsirida ham keladi. Odam alayhissalomga Alloh taolo osmon jismlarini va yerdagi narsalarni, hatto aytadilarki, mana bu ot, bu mana bu xizmatlarni qiladi, bandaga manday manfaatlar yetkazadi, mana bu yulduz deb o'rgatdi deydi. Keyin odam alayhissalom jon ato qilingandan keyin sizlar shunday degan aytinglar. Qani farishtalar mana bu narsani ismini aytinglarchi dedi, bilmadi farishtalar. Buni aytingchi, bilmadi. Chunki Alloh taolo ularga buni bildirmaganda. Qani odam sen aytib ber farishtalarga dedi Alloh taolo. Odam alayhissalom hammasini aytib berdi. Shunda tafsirda aytibdilarki, ha, sizdan so'rasam bilmadingiz. Bu odam aytib berdi. Endi u sizga ustoz bo'ldimi? Bunga sajda qiling dedi. Bu sajda qilish hammasi ilmning orqasidan deganlar tafsirda. Ya'ni e'tibor beradigan joyini qarang, nozik joyini. Hozir bolalarimizga juda ham eslatib turishimiz zarur bo'lgan ustozni roziligi haqida. Odam alayhissalomga o'sha narsani o'rgatgan uchun sajda qilgan farishtalar maqomida qoldi. Qaysarlik qilib, ayni odam alayhissalomga sajda qilmagan iblis ustoziga behurmatlik qildi. Alloh taoloning rahmatidan uzildi, la'natga uchradi abadul abad. Hazrat Alisher Navoiyning kitoblarini ham ko'radigan bo'lsak, yangi asarlarni yozayotganlarda, misol Lisonut Tayrda bo'ladimi, Arba'inda bo'ladimi, Mahbubul Qulubmi, hammasini kirish qismlarida ustozlarni aytib o'tadi-da. Xususan Arba'inda aytadilarki, ul safo ahli pok farjomi, pok farjomu pok farjomi. Ul yaqin aro ustod dastigir manga, qiblavu ustodu pir manga deb bu zotni maqtab, bu zotni ta'riflarini aytib o'tadi. Meni qo'limdan tutib yaqin ilmi singa sari yetaylagan ozam. U meni qiblagohim. Bizda odatda otani qiblagoh deydi. Jomini, Hazrat Jomini men ustozim, qiblagohim va meni pirim deb aytganlar. Albatta endi Hazrat Alisher Navoiy ham u zotdan avvalgilar ham bugungi kunga qadar kelgan barcha ustozlar ham o'zidan avvalgi ustozni qancha hurmat qilganini ko'rasizlar. Xususan biz musulmonlarda, bizning xalqlarimizda ustoz shogirdlik hamma sohada bor. Hattoki kasb hunarlarda ham bor. Aytaylik, o'sha bir ustaxonaga o'g'lingiz shogird qilib bersiz, shundan duo olguncha shuni xizmatni qiladi-yu. Bular hammasi nima uchun desa, bularda hammasi bu shariat ko'rsatmalarida bo'lgan. Aslida bizga oddiy ko'nikma bo'lib ketgan bilan uni biz qayerdan oldik? Biz qonimizga otalarimiz qonini o'tmagan bo'lsa, qayerdan kelgan bu narsa? Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi bir hadisni rivoyat qiladilar. Shunda Sunan Tirmiziyda shunday keladiki, haddasana Muhammad ibn Abdul A'la as-San'ani, haddasana Salamat ibn Rija, haddasana Valid ibn Jamil, haddasana Qosim Abu Abdurrahman an Abi Umamata al-Bahili deb mana shu roviylar bilan keladi. Shu roviylar haqida ko'p aytamiz. Shuni ham kitoblarda ko'rdikki, roviylarda aytsa o'sha pirlar, ustozlarning nomi zikr qilingan uchun davraga Alloh taoloning rahmati yoyiladi deganlar. Alloh taolo rahmatini to'kadi deganlar. Mana shuni shu roviylar orqali aytilyapti. Zukula Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rojilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ikkita odamni esladilar. Ahaduhuma abidun val akharu alim. Biri obid edi, kechalari ham uxlamasdan ibodat qiladi. Kunduzlar ko'p nafl ro'zalar tutadi. Juda ko'p ibodat qiladi. Ikkinchisi esa olim. Shuni maqomlarini so'raganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fazlul alimi alal abidi ka fazli ala adnakum. Bu olimga nisbatan, olimni obidga nisbatan fazli bilasizmi qanday? Men bilan sizlarning eng past darajadingizni o'rtamizdagi tafovut qanday bo'lsa, olim bilan obidning o'rtasidagi farq ham shu dedilar. Summa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shuni so'ngidan yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shib qo'ydilar. Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin, bir rivoyatda val ard deb keladi. Hatta namlati fi hujriha
va hattal hut la yusalluna ala muallimin nasil xoir. Albatta Alloh taolo, farishtalar, osmon ahli, hattoki uyasidagi chumoligacha, hattoki baliqqacha, u dengizlardagi baliqqacha odamlarga yaxshilikni o'rgatgan zotlarga salovat aytib turadi. Ya'ni buni gunohini kechirgin Rabbim deb ular Xudodan to'xtamay so'rab turadi. Bunday zotlarni shu zotlar butun tirik jonzotki bo'lsa gunohini kechir deb turgan bo'lsa, bularda qanday qilib biz ustozlarni yaxshilik o'rgatganlarni dunyoviy ilm bo'ladimi? Oxirat ilm bo'ladimi? Kasb bo'ladimi? Hadisga e'tibor qiling, muallimin nasal xoir, odamlarga yaxshilikni o'rgatganlarga shular hammasi salovat aytib turadi. Demak, o'shalar haqiqatan ham shunga munosibki, shularni hurmat qilish kerak. Ustoz shogird an'anasi davom etadi. Ma'lumki, Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar ustoz shogird an'analarini juda ham go'zal tarzda xalqimizga yetkazib berishgan. Bugun adabiyot kechalari televizion ko'rsatuvida O'zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Qo'qon san'at maktabi o'qituvchisi Muhammad Doro Shirmonov o'z shogirdlari bilan ishtirok etmoqda. Ular ijrosida Navoiy g'azali, Bo'lmish ashulasini marhamat tinglab orom oling. Küngül bir çağra bulmuş biz yaşayda küngül bir çağra bulmuş Malamat daştı da ağra bulmuş Ayağımda daştı da ağra bulmuş Anya baskim yola taş üstüne taş Tanıyda yavra üzra yavra bulmuş Tanıyda yavra üzra yavra bulmuş Urar dünyam ve dem uğrab avşnay Suyakların da pavra pavra bulmuş Suyakların da pavra pavra bulmuş Bana altavi raviyat gal debim nar Rasul yavru harabulmuş Kara kıl diye nizükim rüz yavrmay Oni amrız yavru kavrabulmuş Oni amrız yavru kavrabulmuş قد خرشي قولكم غميدي
g'amingga chorasizlik chora bo'lmisham. Navoiy choradin ko'p demassiz kimay, g'amingga chorasizlik chora bo'lmisham. Ota-bobolarimizdan qolgan ajoyib bir gap bor. Ustoz otangday ulug'. Albatta, yurt otasi ham biz uchun juda ham ulug' inson hisoblanadi. Yurt otasi bu hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bo'ladilar. U kishini oqilona siyosatlari bilan mumtoz adabiyotimiz juda ham gullab yashnamoqda. Mana shunday adabiyot kechalari, televizion ko'rsatuvlarini efirga uzatilishi ham, sizlarga namoyish etilishida ham albatta yurt otasining katta xizmatlari bor. Bitta misol keltiramiz. Navoiy viloyatida bu yil 2025-yil Alisher Navoiy yili deb e'lon qilindi. Va bu bo'yicha juda ham Navoiy hazratlarining ko'p kitoblari qayta nashr qilinmoqda, tadbirlar bo'lmoqda, uchrashuvlar, adabiyotimiz gullamoqda. Aynan bizni Farg'ona viloyatimizda esa 2025-yil kitobxonlik yili deb e'lon qilindi. Bu albatta yurt otasining oqilona siyosatidan namuna, nishona. Biz so'zimizni mana shu yerda yakunlasakda, bugungi Navoiy ijodida ustoz haqqi mavzusidagi televizion ko'rsatuvimizni birinchi qismini shu joyda to'xtatib turamiz. Sizlar bilan keyingi juma oqshomida diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar.